Bugun sizlar bilan 4000 yillik tarixga ega raps haqida gaplashamiz. Raps o'simligi miloddan avvalgi 4000 yillikdan boshlab ekila boshlagan. Yevropada esa 14-asrdan boshlab ekilib kelgan va hozirgi kunda Yevropaning eng moyli o'simliklaridan bittasi hisoblanadi. Raps o'simligidan yuqori sifatli o'simlik moylari, sanoat moylari hamda chorvachilikda yuqori proteinli, kaloriyaga boy premium darajadagi shirotlar ham olinadi. Raps shirotini protein miqdori o'rtacha 36% dan 45% gacha beradi. Bu degani paxta shirot, paxta kunjarasidan baland, pashti soya bilan teng deb hisoblaysigan bo'laverar ekan. Raps shiroti chorva yemlari, chorva ozuqalari ichida eng yengil, eng oson, tez hazm bo'luvchi ozuqadir. Hozirgi kunda raps shiroti chorvachilikda sut yo'nalishida va go'sht yo'nalishida o'zini 100% natijasini berib kelyapti. Raps o'simligi va raps shiroti haqida sizlarga ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim. Kimgadir mana shu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kerakli odamlarga jo'natib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz.